bolalarda ko'p kelganda yuziga oq dog'lar tushishi sababi nimadan? O'zi oq dog'ni paydo bo'lishi bolalarda yuzida, badanda, terilarida plus teri qurishi ham birga keladi bunaqa paytda. Ko'p onajonlar gijadan deb o'ylab kelishadi. No, buni asli sababi nima? Vitamin A ni yetishmasligi, A vitaminoz kasali deb aytamiz. Lekin vitamin A ni yetishmasligining o'zining 3 ta sababi bor. Birinchisi, bolani ratsionidan vitamin A tushmaydi. Ya'ni bola xom sabzi, baliq, ko'kat, xuddi vitamin A ga boy mahsulotlarni yemaydi. Shuning uchun bolaning mahsulotiga tushmadi vitamin A, organizm to'yinmadi, signal beradi, yuziga dog' berib. Vitamin A yetishmovchiligi boshlandi, vitamin A berdi. Ikkinchi sabab bu opять же hazm yo'llarini yaxshilamasligi. Vitamin A, D3 vitamin deymiz mana, omega 3 deymiz, bular hammasi teriga javobgar. Bular nafaqat teriga, immunitetga ham javobgar vitaminlar hisoblanadi. Bular qanaqa vitaminlar? Kapsulada yog'li vitaminlar. Yog'li vitamin surilishi nima kerak? O't kislota shart. O't kislota o't qopida. O't qopi yaxshi ishlasagina bu vitaminlar suriladi. Uchinchi sabab taqaladi parazitoz. Aytaylik, bolada vitamin A ni zo'r yediryapti ona, hazm yo'llarini uzi qilib analizlar tekshirdi, bioximik analizlar toza chiqdi, keyingina parazitga o'taman. Parazitoz chiqsa, u ham vitamin A ni yeb qo'yuvchi sabab bo'ladi.